Mana mishda o'qigan 2 tal Morshayoning darsigini yo'llab o'tdik. Birla Zopingda 2 tal Morshayoning qorish darsigini o'rganib olasizlar. Hamsa boshlab ketdilar. Yaxshimizlar ko'pchilik men sizlarni Turkish basmay senjostamizmi? Mavlab qasa Abdullah ustam. Tortorlarda xil qo'lib olgan. Bu ham biz sizlarga ma hisobda Morshayo. Mana pelishmo 2 xil mana. Mana Abdullah ustamningki, mana meningki mana 2 xil alatda 2 xil temda 2 xil mishda Morshayo qorish o'rganib olasizlar. Hamsa boshlab ketdilar. Ama Abdullah ustam tezbek gap qilishganbek nima emasga shu men so'zlab o'tdim. Hamsa qo'rg'a vaqtda men deb turma. Hamsa boshlab. Biz avval qazan azroq so'kish olamiz. So'kizib, Ayşayon bir ta'liq qilib o'tamiz. Mana bu bizda qaynagandek so'zib olamiz. Hamda bir muzdek suv chaqaymiz buni. Men buni mana tindigot qorish amroqcho, shoma tindigot qormoqchi buni. Mana avval qazan oz miqdor gap qo'yamiz. Mana ya hazrat qizg'anlikka ma'lum qilamiz. Avval mana rengi chatta sag'irvatni bektiraylik chiqdi mana. Qazon sepgandan keyin, keyinidan azroq samsak mana. Samsak. Azroq aytganlar 3 ta jellar silvasanlar bu. Mana rengi mana mahalatda chiqdi mana. Mana. Azroq ko'yga olatda. Lekin ko'ymida bishim bir hamda chiroyli holatda emas mana. Mana. Hamda buni ta'min tashvitdi. Buningga mana azroq jijing, azroq bijing, azroq shika mana. Mani savdo shingchu. Uni keyin azroq shingchu mana. Shingchu. Shangyoning kichik nima? Shangyo. Mana savdo kichikna so'yir etmasa. Ben bu narsani biz oldin bir qator ta'liq qilib oldik. Shu ham selitimiz. Endi o'rtakdan bo'ldi mana. Endi pishdi, endi asaqdan bo'ldi. Yo'q. Mana o'xshagan Morshayon chiqdi, yo'q. Ana. Shunda chiroyli holat chiqdi, lekin mana. Endi mahalatda endi o'yin qo'ryanmasligi mumkin. O'yin qo'raydiganga hozir Abdullah ustam ko'rsatib qo'ydi. Mana shu asosli oshxonada qo'rsanlar bo'ldi. Rangim shunda chiroyli, mana tiyishlik chiqdi. Mana. Yo'q. Hamsa, mening qo'rg'inim chiqdi. Hamsa Abdullah ustam qanday qo'raydi? Hamsa boshlab ketdilar. Abdullah ustam o'xshash bir ta'liq qilib olganmiz. Uni keyinlar mana sizlarda qarmon silib o'tdi. Mana bizda qaynaganda sizni televizor bo'ldi. Mana mava oylik qo'yganlar nayt maskasiga mava qilaman. Endi qazon azroq mayfuzoq. Azroq samsak, kichikna so'ng piyoz da. Uni keyin 3 ta jellasa. Samsak. Mana nayt oddiy mava. Uni keyin kichikna xo'yo, yerim qo'shda azroq chiqroq. Kichikna qo'yib o'tdi. Endi ta'min tashlaylar. Tuzdan kichikna, bejondan 1,5 na, jijondan 1,5 na, shikarni yerim qo'shoqqa, artib narsa yo'q. Tongjoyo, Shangyo yerim emas. Uni keyin az miqdor Shangyo savdo aka. Tuzunja ham aniq jumla chiroyliroq qilishga.
Mana endi shoyonda ko'raymiz ha. Mana o'xshagan mo'rshayon bitib chiqdi. Mana esatman men mifim bilan yeb qolsanglar, mas keldi mana ha. Silingmi o'xshagan saylavlar qolsa tinglinchiga rasmiy yo'llashni unutib qolmanglar ha. Mana işte o'xshagan tamak yeydiganlar bizning Xinguangli chont 5 yo'qras kelsanglar bo'ldi ha. Shu kechirib o'tdim. Ma'lum birinchidan biz balaga ish qilishni ko'rsatib qo'ylik deb ham shu to'g'ri so'zlab chiqib qoldik. İşte o'xshagan tamak yeydiganlar bizning Xinguangli chont 5 yo'qras kelsanglar bo'ldi ha. Abdulla usta ikkingiz gap qilsa men bir zoping tartib birigizning gap qilmadik. Ikkingiz gap qilib qolsam unda Mo'rshayo isek bo'ldi degan xaridor olib qolsanglar, o'sha Aqsuv shahriga o'rlashgan Xinguang uchun To'qorumxonasiga kelib mushtarlarimizni tepib ketishinglar uchun ko'nglingizni unut qilamiz. Unda olib qolsam ma'lumni Xinguang uchun saqlaymiz. Hamsa qasmisning o'xshagan bo'lib qolsa shuni rasmiy tinglinchiga yo'llab qo'yinglar ha. Ma'qulmisa, Klarksonda har xil huzurlik darslarni yo'llaymiz. Bizni go'nja qilib berishni qat'iy unutib qolmanglar ha.